umuman bir asfalt degan narsa yo'q. Shu yerda minib ko'rsak nima deysiz? Andijon Suist avtosalonidan gapiramiz. Manzilimiz Andijon shahar, 80 metrlik ko'cha. Eski shahardan kelishda Kia avtosaloniga yetmay kottejlar yo'parasida yoki Sharqon krugidan kelishda Kia avtosalonidan 500 metr o'tib Suist Andijon avtosaloniga tashrif buyurishingiz mumkin. Like'lardan yemay, kommentariyalarda bosib tursanglar, kommentariy yozib tursanglar, barcha Suist avtomobillarini sotib olish tartibi, xarakteristikasi hamda texnik ko'riklari haqida to'liq gaplashamiz. Operatorimiz ketdik. Do'stlar, bugungi obzorimizda Suist S06 Lamborghini Urus Lux Coupé Germaniya hamda Yaponiya bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan Suist S06 benzin variantini ko'rib chiqamiz. Ushbu avtomobilimiz uzunligi 461 sm, eniga bo'lsa 192 sm, yerdan balandligi 20 sm, avtomobilimiz balandligi 170 sm. Oldi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, juda ham seryozni akalarimiz uchun seryozni ishlangan LED linza faralar, oldi juda ham seryozni reshotkalar hamda 540 gradusli oldi kamera, oldi sensor datchiklari bilan jihozlangan. Ushbu avtomobilimizni balonlari juda ham yumshoq, yengil quyma diskalar 255 ga 45 hamda 20 li diskalar bilan ishlangan. Yon taraflama avtomobilimiz juda ham seryozni ishlangan, 540 gradus kamera, slipovoy zona hamda sensorli besключевой доступ. Orqa oynalarimiz 70% zavodskoy kuydirilgan bo'ladi. Orqa ko'rinishlarini ham ko'rib chiqamiz. Orqa ko'rinishi ham zamonaviy, juda ham chiroyli ishlangan LED linza mono qosh avtomobilga juda ham yarashib turadi. Orqa sensor datchiklari. Ushbu avtomobilimizda juda ham ko'p xalqimiz beradigan savol, qattiq yumshoqligi. Ushbu avtomobilimizda nemislar ishlab chiqargan, ya'ni McPherson orqa ходовой sistemasi bo'lsa, независимый многорычажный alohida ishlangan. Ushbu avtomobilimizning yuk xonasini ko'rib chiqamiz. Avtomobilimiz yuk xonasi 485 litr. Ushbu yerda kattakon bagaj hamda shtorkalari mavjud va orqa bagaj uchun ham LED faralari, bu yerda instrument hamda zapaskalari mavjud. Kerakli instrumentlari bo'ladi. Ushbu joyga Andijondagi Suist avtosalonidan rasmiy kafolatga ega 6 yil yoki 200 ming kilometr kafolatga ega va propan qo'ysanglar bo'ladi ushbu joyga. Albatta avtosalonga kelib, avtosalon nazorati ostida propan qo'ysanglar, kafolatdan chiqmagan holatda qo'yib beramiz. Avtomobilni ichki salonini ko'rib chiqamiz. Suist S06 obshipkalariga e'tibor beringlar, juda ham chiroyli ishlangan, yumshoq plastik. Avtomobilda qo'lingiz tegadigan 80% koja yoki yumshoq plastikdan ishlangan. Bu yerda mana eshik ochgichlari juda ham chiroyli, birovga xalaqit qilib bermaydi hamda Sony akustiklarga ega. Avtomobil o'rindig'iga keladigan bo'lsak, operator yaqinroq berasiz. Prefaratsionniy koja ishlatilgan, ya'ni isitish, sovutish tizimlariga ega. Bu yerda avtomobil ligirovkasi elektronniy, 6 xil tomonga sozlasangiz bo'ladi, o'zingiz uchun juda ham qulay. Bu yerda ruchniklari joylashtirilgan. Operatorimiz salon ichiga o'tsangiz, polniy mashinaning obzorini xalqimiz uchun ko'rsatib o'tamiz. Ushbu avtomobil mana juda ham chiroyli joylashtirilgan, har bitta detallari juda ham keng. O'tirgan odamga sportivniy kayfiyat ulashadi. Ruli mana sportivniy ishlangan. Bu yerda adaptivniy cruise control, polasa udержания funksiyalarini boshqarsangiz bo'ladi. Bu tomonida multimediani boshqarsangiz bo'ladi. Va avtomobilda xalqimiz suygan kattakon panorama lyuklari mavjud. Bu yerda mana klimat kontrolni sozlash uchun knopkalar hamda 60 wattlik simsiz zaryadlash stansiyasi mavjud telefonlar uchun. Bu yerimizda kattakon xolodilnik. Ushbu avtomobilimizni zamonaviyligini isboti ovozli boshqaruvda ham boshqarsangiz bo'ladi. Привет, Soy Lizi. Открой люк.
Mana ko'rib turibsizlar, bir og'iz gapimga shu avtomobil yukini ochib beryapti. Извините, я не могу вам в этом помочь. Avtomobilimizni konditsioner pechkalari juda ham zo'r ishlangan. Aytmoqchi, birkalari O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston yo'llariga va O'zbekiston iqlimiga moslab ishlab chiqarilgan. Если что, зовите меня. Извините. Avtomobilda hidi yomon bo'lib ketdi yoki havosi iflos bo'lib ketgan paytda ham bemalol ionli, ya'ni havo tozalash sistemasi bilan ishlatsanglar bo'ladi. O'rindiq isitish, sovutish sistemalarini bu yerdan boshqarsanglar ham bo'ladi yoki bu joydan ham boshqarsanglar bo'ladi. O'zinglar uchun kerak. Juda ham ko'p funksiyalari ushbu monitorda joylashtirilgan. 540 gradus kamerasi ham juda ham tiniq ishlaydi. Avtomobilda mana e'tibor berasizlar, 2D 3D formatda bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bundan tashqari juda ham inson uchun komfort bag'ishlaydigan funksiyalari bor. Misol uchun pomosh voditel, haydovchi yordamchisi. Oldingizda mashina bo'ladimi, yondami? Shu holatda ham avtomobil sizga xavfli vaziyatlar yoki oldingizda mashina to'xtayotgan holatda ham o'zini o'zi to'xtatib yordam berishi mumkin. Yoki yon tarafingizdan avtomobil juda katta tezlikda ketyapti-da, misol uchun. Plus sizga xavfli holatda o'tib ketyapti. Shu holatda ham avtomobil sizni ogohlantiradi. Avtomobilimizda misol uchun pult bilan keldingizda, mashinada 200 million yoki qanchadir miqdorda pulingiz yo'q, hujjatlaringiz bormi, o'chirasiz, kirib ketasiz, avtomatik o'zi qulflab oladi. Agar pult bilan kelsangiz, avtomatik o'zi ochish funksiyalari ham bor. Juda ham chiroyli ishlangan. Orqa salonni ham ko'rib chiqamizmi, operator? Bo'ladi. Orqa salonimiz ham juda ham keng ishlangan. Ayniqsa Dani yo'llarga ketayotganda oilaviy juda ham maza qilib ketsa bo'laveradi. Bu yerda mana USB portlari, bu yerda mana tunnellari ham yo'q. Tekis 3-odam ham bemalol maza qilib ketsa bo'ladi. Operator bitta jihatga e'tibor berdim. Juda ham ko'p avtomobillarda orqada ovozli boshqaruv sistemasi yo'q. Bu avtomobilimizda mana ko'rib turganingizdek ovozli boshqaruv, ya'ni sizni eshitadi bu mashina hamda orqada o'zingiz uchun kerakli muzika yoki konditsioner, eshik, lyuk shularni boshqarsangiz bo'ladi. Bajarsa bo'laveradi. Albatta. Operator nima deysiz? Hozir shu mashinamizni mana ochiq oydin test drive'da xalqimizga ko'rsatsak nima deysiz? Bo'ldi. Bormi o'zi test drive? Bor, test drive'imiz bor. Hozir narxini aytib qo'ysam bilaman, biz xalqimiz kommentariyani bomba qiladi, lekin albatta so'kinadi, chunki narxini boshqasini aytdi. Sizlar uchun foydali bo'lish uchun ushbu videoni olyapmiz. Narxini, avtosalonda qay tartibda sotib olish, trading, hamma masalasi haqida gaplashamiz. Faqat 2 minut bir test drive qilib, xalqimizga mashinamizni ko'rsatsak yurishlarini. Andijondagi Swift avtosalonimizda Swift brendining istalgan modelida test drive'imiz mavjud. Bugungi obzorimizda faqat Swift S06 bo'lganligi uchun Swift S06 ni test drive'ini ko'rib chiqamiz. Operator nima deysiz? Qanday o'tirdingiz avtomobilga? Yaxshimi, qulaymi? Sidinalar yumshoq ekan, ammo isitmasa kerak ham men tomonda isitadi sidinalari ham. Hozir men noodatiy test drive qilmoqchiman. Mana juda ham ko'p xalqimiz tekis yo'lda minadi, to'g'rimi? shunaqa. Men xalqimizga mana o'zimiz yon tarafimizda mahallamiz bor. Umuman bir asfalt degan narsa yo'q. Shu yerda minib ko'rsak nima deysiz? Hadovoyga ishonasizmi o'zi? Hadovoyga 100% javob. Sababi nemislar tomonidan kashf qilingan nezavisimiy podveskalarda McPherson bo'lib ham ancha yumshoq. Mana sizga sezdiryaptimi, operator yo'lni ko'rib turibsiz. Umuman talabga javob bermaydi. Hadovoylari hamma yaxshi. Lekin Swift brendining tarixi haqida gapirmadingiz. Swift o'zi 1995-yil Xitoyning Fuju shahrida tashkil topgan hamda 2005-yillarga davr o'z brendini ishlab chiqargan. 2005-yildan boshlab
Yaponiyaning Mitsubishi kompaniyasi bilan hamkorlikda Swiss hamda Mitsubishi brendlarini ishlab chiqarib, Xitoyda sotuv boshlagan. Mitsubishini xalqimiz biladi. Imенно Yaponiyada esa misol uchun ходовой sistema, mashinani umri uzoqligi bo'yicha dunyoda nomer 1 bo'ladi. Ko'pchilik Mercedes, BMW deydi. BMW, Mercedeslar komfortiga e'tibor bersa, Yaponiya ходовой hamda mashinaning umriga e'tibor beradi ko'proq. Mitsubishi kompaniyasi bilan Swiss brendi juda ham zo'r ishladi. Zo'r mashinalar ishlab chiqardi. Faqat 2024-yil adashmasam Swiss brendi O'zbekistonga kirib keldi. Dastlabki sotuvlarini yo'lga qo'ydi. Bu vaqt mobaynida ko'pchilik xalqimiz bilmadi-da bu brendni. Mana endi hozir Swiss brendi O'zbekistonga rasmiy kirib keldi. Rasmiy servisi bor. Bo'lib ham O'zbekistonda ancha-muncha brend 6 yil yoki 200 ming kilometr yoki mana gibrid modellarimiz bilasiz, operator 8 yil yoki 200 ming kilometrlik kafolatga ega brend menimcha hali yo'q O'zbekistonda. Servislarimizda ham nimalarimiz bor? Faqat servis avtomobil almashtirish uchun emas, kerakli ehtiyot qismlar, misol uchun tuning sentrimiz ham bor. Mana shu o'zimizni salonda oldida operator ko'rsatmadi-ku buni. Ko'rsatib beramiz video davomida buni ham. Tuning sentrlarimiz bor, balansirovka misol uchun, razval sxojdeniylarimiz bor. Bemalol avtomobilga kelib, kerak bo'lsa, endi unaqa kun hech kimi boshiga tushmasin DTP bo'lgan holatda avtomobilimizga kuzovnoy sentrimiz ham mavjud. Bemalol kelib, avtomobilga xolasa tuning qilsin, xolasa servisda avtomobil almashtirsin, xolasa dop opsiyalarini qo'ydirib olsin. Hech qanaqa muammosiz, xudo xolasa hammasi hal bo'ladi. 1-2 oy kutishmaydi zapchast kelishini hozir Yo'q, olgan klientlar. xudo xolasa zapchasidan boshida endi ochig'ini aytaman, muammo bo'ldi, lekin 1-2 oy emas, 1-2 hafta bo'ldi. Lekin hozirgi kunda mana zapchastlardan umuman muammo yo'q. Operatorimiz menman degan chuqurlarga tushyapman, nima deysiz? Ходовойлari juda ham zo'r. Xudo xolasa narxiga yarasha zo'r mashina. Ushbu avtomobilni mana test drive'ini ko'rdinglar. Tekis yo'lda qilmadi, mana tekis yo'lda ham razgomlari juda ham tez. Уже mana salondan o'tib ham ketdim, ko'rib turibsizlar. Zadniga ham, avtomobilimiz yana bir jihatiga e'tibor qaratmabman. Ushbu avtomobilimiz Corsa gitarada joylashtirilgan. Operator menimcha yaxshi test drive, nima deysiz? Rasxotini aytmadingiz. Avtomobilimiz rasxoti dalniy yo'llarga 6 ta, shahar ichiga 8 ta. Gibrid variantimiz ham bor. Bundan oldingi videolarda gibridning obzorini ko'rib chiqdik. Agar bizga podpisatsiya bo'lsa, har bitta modelda test drive hamda to'lov usullari yoki test benzin rasxotlari hamma ma'lumotini berib o'tamiz. Faqat sizlardan komment, like va qo'llab-quvvatlashinglarni kutamiz. Shuncha blogerlar turibdi, biz prosta ishimiz uchun videoga olyapmiz. Shular qatori, blogerlar qatori bizga ham like va komment aymasanglar, xursand bo'lamiz. Swiss Andijonda yana bir yangilik. Dushanba, seshanba, chorshanba, ya'ni 20, 21, 22 kunlari tungi savdo. Bu nima uchun kerak? Kunduzi vaqti bo'lmay, kechasi kelganda yopiq bo'lsa yoki kechasiga vaqti bor mijozlarimiz uchun tungi savdoni yo'lga qo'ydik. Faqat tungi savdo emas, bomba bonuslari bilan. Swiss S06, 07 deysizmi, 09 deysizmi, 09 gibrid hammasiga skidkalari bor. Naqd pul, avtokredit, imtiyozli kredit, rassrochka. Rassrochka nima? Foizsiz o'z narxini bo'lib to'lash. Ushbu to'lov usullarida xarid qilishinglar mumkin. Xudo xolasa yaxshi, misol uchun kayfiyatda kelib, xudo xolasa biz ham yaxshi kayfiyatda bo'lamiz. Ushbu kayfiyatda avtomobil xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimizni xudo xolasa Xudo ishini o'ynaydi. Bir kun yoki bir soatda ushbu avtomobilni mindirib olishimiz mumkin. Shoshiling, manzilimiz Andijon shahar, 80 metrlik ko'cha. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Narxini aytmadingiz. Xo'p, narxlarni aytmadim. Swiss S07 avtomobilimiz 364 million so'mdan 403 million so'mgacha ikki xil komplektatsiyada bo'ladi. Hozir qancha summaga beramiz? Bunisini kelishsa ko'raylikmi, aytib qo'yganim yaxshimi? Menimcha qiziq bo'lish uchun bir salonga kelib, test drive qilib, hech bo'lmaganda bizni ovora qilishini xohlaymiz mijozlarimizni. Swiss S06 modellarimiz xohlasa gibrid, xohlasa benzin 344 million so'mdan 421,5 million so'mgacha
Lekin aytib o'tdim, bomba yangiligimiz bor, bomba aksiyalarimiz bor. Suis S09 gibrid hamda bu tomonda Suis